Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz shaxsiy byudjet va shaxsiy moliyani rejalashtirishga bag'ishlanadi. Ya'ni shaxsiy byudjet o'zi nima? Shaxsiy byudjet bu sizning moliyaviy holatingizning umumiy ko'rinishini ma'lum bir vaqtda ko'rsatadi. Unda daromadlar, xarajatlar va sizning kapitalingiz joy oladi. Bu sizning shaxsiy moliyangizni tartibga soladi. Moliya harakati, qarzlar ustidan nazoratning eng yaxshi samarali usuli hisoblanadi. Ya'ni agarda sizning moliyangiz tartibsiz bo'ladigan bo'lsa, aynan shaxsiy byudjet sizga juda ham katta yordam beradi, chunki siz qancha daromadingiz, qancha xarajatingiz va kapitalingiz qanday o'sib borayotgani yoki kamayib borayotganini kuzatib, tahlil qilib borishingiz mumkin bo'ladi. Shaxsiy byudjet ichida, ya'ni aktivlar mavjudda bir tomonda. Undan so'ng majburiyatlar mavjud. Ya'ni aktivlar o'zi nima? Aktivlar, ya'ni sizning mulklaringiz, sizga daromad olib keluvchi moliyaviy instrument. Ya'ni bunga nimalar kiradi? Aynan qiymatli o'lchovli bo'lgan bu bank hisobvaraqlariga sizning moliyangiz, investitsiyalar, uy-joy va boshqalar kirishi mumkin. Undan so'ng likvid aktivlar mavjud, ya'ni yuqori darajada naqd pulga aylantiriladigan mablag'laringiz, bu omonatlar bo'lishi mumkin. Undan so'ng yirik aktivlarimiz bor. Yirik aktivlarga albatta birinchi o'rinda bu ko'chmas mulk, ya'ni uy-joy kiradi. Undan so'ng avtomobil, san'at asarlari kabi qiymatli mulklarimiz va investitsiyalarimiz mavjud. Investitsiyalarga misol qilib bu kompaniyalarning aksiyalarida, ya'ni qimmatli qog'ozlar. Undan so'ng obligatsiyalar, ETF fondlar va boshqa, ya'ni ko'chmas mulklar shular sirasiga kiradi. Endi bu aktivlar edi. Ana endi majburiyatlar tarafga o'tamiz, ya'ni qarzlar. Ya'ni boshqalarga to'lash kerak bo'lgan aynan qiymatlar bu bizning majburiyatlarimiz bo'ladi. Bular kredit kartalari bo'ladi, avtokreditlarimiz, ipotekalarimiz, shaxsiy kreditlar, qarzdorliklar va boshqalar kiradi. Ya'ni hozirgi kunda juda ham ko'p insonlarda kuzatilyapti bu narsa, ya'ni avtokreditlar, ipotekalar, ya'ni juda ham ko'pchilik olgan, juda ham ko'pchilik ularni eshitamiz, ya'ni qiynalmoqda bundan. Shuning uchun ham bu sizni, ya'ni qarzdorligingizda asosan qarzdorlikning ichiga bu kreditlar kiradi, ya'ni ipoteka, avtokredit. Mana shu kabi yirik bizlarni majburiyatlarimiz, ya'ni shaxsiy moliyamizda, shaxsiy byudjetimizda kapitalimizni o'sishiga xalaqit qiladigan bir unsurlardan biri hisoblanadi. Majburiyatlar bu bizning shaxsiy moliyaviy byudjetimiz borda, balansimiz bor, uni ikkinchi asosiy qismi bo'ladi. Ya'ni moliyaviy holatni to'liq baholashga yordam beradi. Endi kapital qismiga o'tamiz. Mana birinchi biz aktivlarni o'tdik, majburiyatlar va kapital. Ya'ni kapitalimiz bu bizga moliyaviy barqarorlik, ya'ni boylik darajani ifodalovchi bir moliyaviy tushunchamiz hisoblanadi. Kapital manfiy bo'lsa, bu qarzdorliklarimiz juda ham ko'pligidan dalolat beradi. Kapitalni oshirish yo'llari mavjud. Bu birinchisi bu aktivlarni ko'paytirish. Ya'ni ko'p bor aytganman, moliyani, shaxsiy moliyani asosiy g'oyalaridan biri bu aktivlarni ko'paytirishdir. Va shu bilan bir qatorda majburiyatlarni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qarzdorliklarni kamaytirish kerak bo'ladi. Bular nimaga kerak degan savol tug'iladi. Ya'ni kapitalni ko'paytirish, aktivlarni ko'paytirish. Bu narsa asosiy maqsadi bu moliyaviy mustaqillik, ya'ni moliyaviy erkinlik. Bu barqaror kapital yordamida daromadga, ya'ni har kelib turgan daromadga tayanmasdan yashash imkoniyatini beruvchi tushuncha hisoblanadi, ya'ni moliyaviy erkinlik. Endi bizda cash flow degan tushunchamiz bor, ya'ni shaxsiy pul oqimi. Ya'ni shaxsiy pul oqimini biz tuzishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunga nimalar kiradi?
Avvalambor daromad manbalari, ya'ni bizda daromad turlari bor. Qanaqa daromad turlari borligini hozir aniqlash kerak. Ularni birma-bir, ya'ni ro'yxatini tuzish kerak. Oyma-oy qaysidan qancha, ya'ni biz daromadimiz mavjud. Unga nimalar misol? Ya'ni ish haqida qo'shimcha ish bo'lishi mumkin, investitsiya daromadlari bo'lishi mumkin, ijara haqlari va boshqalar kiradi. Bu bizning daromad manbalarimiz. Asosiy pul oqimini olib keluvchi bizning daromad manbalari. Undan so'ng xarajat toifalari. Ya'ni xarajatlarimiz qaysi toifa? Ya'ni uy-joy, oziq-ovqat, transport, kredit, soliq va boshqalar. Bular bizning xarajatlarimiz. Undan so'ng biz ya'ni pul oqimini kuzatishimiz kerak va tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu naqd pul, ya'ni qancha bizga naqd pul kelyapti, qancha bizga naqd pul chiqyapti va natijada sof pul oqimi, ya'ni daromadlarimiz minus xarajatlarimiz, ya'ni qancha bizda naqd pul oqimi saqlanib qolmoqda. Va oxirgisi bu tahlil va reja hisoblanadi. Ya'ni ortiqcha agarda sizga kerak emas xarajatlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aniqlanadigan bo'lsa, ularni qisqartirish mumkin bo'ladi. Ularni tejagan holda investitsiyaga yo'naltirish imkoniyatini ochiladi va bu yo'llarni oshirish kerak bo'ladi. Shaxsiy byudjet o'zi qanday tuziladi? Shaxsiy byudjet, ya'ni elektron ko'rinishda, ya'ni Excel ko'rinishda tuzish mumkin bo'ladi yokida oddiygina qog'oz ruchka daftarda olib buni yozish imkoniyati mavjud. Ya'ni birinchisi nima qilinadi? Birinchisi moliyaviy ma'lumotlar to'planadi. Ya'ni o'zingizning shaxsiy, ya'ni moliyaviy ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu sizni hozirgi kundagi, ya'ni moliyaviy holatingiz qandayligi, bank hisobotlari bo'lishi mumkin, daromad ma'lumotlarida to'lovlaringiz va shular bo'lishi mumkin. Undan keyin daromadni hisoblash kerak bo'ladi. Ya'ni sizning oylik ish haqingiz qancha, qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, ular qancha, dividendlaringiz bo'lishi mumkin va ijaralaringiz bo'lishi mumkin-da. Shundan so'ng ya'ni xarajatlar qismi bo'ladi. Xarajatlar, ya'ni o'zimiz oylik xarajatlarimiz mavjud, ular yoziladi va bizda shunda daromadlarimiz bir tomonda, ikkinchi tarafda xarajatlarimiz turadigan bo'lsa, ularni solishtirish imkoniyati bor. Ya'ni qancha daromad qildik, qancha xarajat qildik va bu narsa oyma-oy tuzilishi lozim bo'ladi. Shunda sizni shaxsiy, ya'ni byudjetingiz, shaxsiy moliyaviy holatingiz qandayligi aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Bugungi aytmoqchi bo'lgan, ya'ni mavzuyimiz aynan shaxsiy byudjet va rejalashtirishga bag'ishlangan edi. Agarda kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy byudjetni Excel formatda, ya'ni elektron ko'rinishi Telegram kanalida havola orqali qilib yuklashingiz mumkin bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salom.